Bu ketishda boru, butun do'konni 100 ming so'mdan sotib olmasak bo'ladi. Yo'q, kafanga qilish yo'q. O'rtoqlar, mana shu ko'rayotgan oyoq kiyimlarning hammasi 100 ming so'mdan sotilyapti. Ha, menda bitta savol tug'ilyapti. Zohid, nimaga aynan mana shu oyoq kiyimni 100 ming so'mdan sotilyapti? Chunki bu yerda o'rtoqlar, siz ko'rayotgan oyoq kiyimlar orasida 150 mingdan boshlab 500 minggacha bo'lgan oyoq kiyimlar bor. Xo'p, buni asosiy sababi bu oyoq kiyimlarning razmeri kam qolgan, ya'ni saralangan. Shu sababdan keyingi mavsumgacha olib ketinglar deb beraveramiz. To'xta, ana shu gapingni eshitdi odamlar. O'sha mana bizga qarashni boshladi. Qachondan kuchga kiradi bu? 18-dan soat 10:00 dan kelib olib ketsa bo'ladi. 18-dekabr ertalabki soat 10:00 dan boshlab mana shu oyoq kiyimlarni 100 ming so'mdan olib ketasizlar. O'rtoq, bundan ham arzonroq yo'q. Bor. Voy, hazillashib yetdim lekin. Mana 49.900 so'm. Hamyonga baraka. Mana olib ketaveringlar. Ichimlik. Nima? 49.900? Ha, oyoq kiyimmi? To'xta, oyoq kiyimmi o'zi? Oyoq kiyim. Oyoq kiyim, ichi mexli. Mana assortiment ko'rib turganinglar bor hali. Mana bu qara. 74.900 so'mdan mana shu turdagi oyoq kiyimlar, razmerlari hammasi bor. Voy, qoyilman lekin boru. 100 ming so'm, 74.900 so'm, 49.900 so'm. Olmax kiyim do'koni 24/7 aloqada. Kelaverasizlar.